Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Charchaymizlarmi, tuzimizlar? Hop, bitta razgon strategiya o'tib beraman inshaalloh. Dars manfaatli bo'ladi hammaga. Dars manfaatli bo'lishidan oldin laykni bosib qo'ying. Laykni bosing, obuna bo'lib qo'ying. Obunani bosing, jigar. Xudo xolasa bu dars sizga million olib keladi. Hop, qaranglar. Sizda bu razgon strategiya qanday bo'ladi? Bozor mana shu tartibda harakatlanayotgan bo'lishi kerak. Hop. Mana shu tartibda harakatlanayotgan bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni bitta bundoq trend bo'lsa, mana shundoq. Mana shundoq bo'lishi kerak. Eng kamida 3 kasaniya bo'lishi kerak. 3 kasaniya degani 3 marta bu trendga tekkan bo'lishi kerak. Mana shunaqa holat bo'lganda bozorda endi shu trend buziladi, to'g'ri? Ya'ni mana bundoq keladi va break bo'ladi mana shu yerda. Endi shu joyda break bo'lganda agar mana shunda tanasi bilan yorib o'tsa, soyasi bilan emas, tanasi bilan mana xuddi tipa shunaqa yorib o'tsa, bu birinchi sham deylik. Bu birinchi sham. Endi bizga bundan keyingi ochiluvchi sham kerak bo'ladi. Bundan keyingi ochiluvchi sham mana shu yerdan ochiladi mana. Mana bundoq qarang. Bundan keyingi ochiluvchi sham shu yerdan ochiladi. Mana shu yerdan ochiladi. Mana shunday yoki qandaydir qilib ochiladi, to'g'rimi? Shu sham ochilishi bilan biz sellga kirishimiz kerak. Sell ishlashimiz kerak. Ya'ni diqqat bilan qaranglar. Mana bu yerda sham yopilyapti. Yopilishi bilan sarazi biz sellga savdoga kirishimiz kerak bo'ladi. Eng kamida 3 ta touch, ya'ni 3 ta mana bunaqa tekkan bo'lishi kerak. Endi stop loss qanday bo'ladi? Stop loss 50 pips bo'ladi. 50 pips. Stop loss 50 pips. Faqatgina bir hash 1 soatlik time frame da ishlatamiz. Shunda mana bu stop loss bo'ladigan bo'lsa, mana shunda harakatlanish kerak bo'ladi. Misol uchun $100 bo'ladigan bo'lsa, please. Endi razgon qachon qilinadi? Razgon o'sha o'z foydadan, keraksiz turgan puldan qilinadi razgon. Asosiy balansdan, asosiy kapitaldan hech qachon razgon qilmanglar, stabil ishlanglar. Qachon ortiqcha pul bo'ladi, cho'chayda, o'shanda razgon qilasizlar. Xuddi shu narsa. Endi real grafiklarda ko'ramiz. Xudo xolasa. Hop, real grafikda ham ko'ramiz. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obunani bosib qo'yinglar. Obunani bosinglar, obunani. Xudo xolasa juda ham chiroyli darslar chiqadi inshaalloh. Mana qaranglar, time frame 1 soatlik. 1 soatlik bo'lgandan keyin mana bitta deylik 3 ta touch bor mana. Hop, yaxshilab yaqinlashtirib ko'rib olamiz. Mana shunday. Mana shunday qolamiz. Hop, qaranglar. Hop, mana bunga o'tkazamiz. Mana bu sham bo'lyapti. Bu sham bo'lgandan keyin bizda mana shu sham bo'lishi kerak mana. Mana bunda yopilyapti. Yopilgandan keyin kichikroq time frame o'tib olaman.
Hop. Ijro tarifini o'tib oldim. Mana bunda yorilyapti. Mana bunda yorilgandan keyin ochilayotgan joyi ham mana bu joy mana. Mana shu yerdan qaranglar qancha yurib bergan. Misol uchun 31 punkt, ya'ni 300 pips bozor yurib bergan pastga qarab. Xuddi shunaqa. Yana ko'ramiz, 1 soatlik o'tib olamiz. Hop, 1 soatlik time frame o'tib oldim. Yana ko'ramiz. Faqatgina 1 soatlik time frame ishlaylar. Misol uchun 10 ta setup bo'ladigan bo'lsa, 2-3 tasi stop olishi mumkin. Endi razgon o'zi nomi bilan razgon, bilasizlar. Hop. Hop, mana bu yerda ko'rasanmizmikan? Mana shunday olib olamiz. Hop, birinchisi orqada, ikkinchisi mana uchinchisi. Hop, mana e'tibor berasizlar endi. Mana bunda yorilgan bo'lsa ham, bundan keyingi ochiluvchi ham mana. Ochilgandan keyin qaranglar qanaqa tushib beryapti. Rezon punkt tushib bergan pashti. Xuddi shunaqa. Buni olib ishlatib ko'rish kerak. Avval test qilib ko'ring, iltimos qilaman. Misol o'xshamay qoladigan joyi ham bor, 100% narsa yo'q. Avval test qilinglar. O'zingizlarni prinsip uslubingizga moslashtiringlar bu narsani. Razgon qilganingizda ham alohida shot qilib oling. Alohida shot qilib, misol $1000 pul bo'ladigan bo'lsa, $1000 bilan razgon qilmang. Uni $100 ga bo'lib oling, 10 ta qilib. 10 ta qilganingizda, misol uchun 10 ta qilganingizda eng kami 100 pips yurib beradi. Eng kami 100 pips. 100 pips bo'ladigan bo'lsa ham, misol 3 ta yo 4 tasi stop oladigan bo'lsa ham, 6 ta yo 7 tasi, 6-7 tasi foydada. 100% daromadda chiqasiz. $1000 bilan kirib, birinchi stop olsa bo'lmaydi. $100 ga bo'lib olganingizda birinchi, ikkinchisi misol stop oladigan bo'lsa, keyingilar take profitda bo'ladigan bo'lsa, foydada chiqasiz, maholasi. Hammaga omad, dars manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosinglar, qizartirib qo'yinglar, obunani bosib qo'yinglar.